Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Andijonning yangi ochilgan mebel markaziga showroomga yetib kelganmiz. Xalqimizda bir gap bor, kichkina demaymiz, ko'tarib uramiz sizni degan maqolga amal qilib, o'zi kichkina bo'lsa ham nimalar deb kelyapti. Ko'tarib urayotgan, bo'yi 1,5 metr olib, undan ham 2,5 metrliklarni o'tkazyapmiz aka. Do'stlar ko'ryapsizlar, bu 1,5 metrdan baland, lekin olamga jar solyapti. Aka deyapti, bugun yangi yilga siz obunachilaringizga dahshat qilib katta skidga beraman dedi. Dahshat emas aka, bomba qilib beraman. Qudratullohning oldiga keldik do'stlar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Bittadan like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Qudratulloh bilan biz bugun olamga jar solamiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa aka, ko'rib turgan modelinglar, xudo xolasa hammasini obzor qilib, mana bu yoqlardan ko'rsatib berasiz. Qanday modeli bormi, high-tech fasonimi, hammasini obzor qilib chiroyli qo'yib beramiz aka. Gap yo'q. Katta skidka bilan mana videomiz boshladik. Nari joyimizda ishimiz bor. Boshladik aka. Gap yo'q. Haligi do'stlar, quyon bir sahrabda, ikki sahrabda, uchinchi sahrashda bo'rini qo'liga tushibdi. Narxlar ham bir sahrabda, ikki sahrabda, oxiri mebel kanali bilan do'stlar usta Qudratullohning qo'liga tushib, umuman parchalarni yo'q bo'lib ketibdi. Do'stlar, men nima demoqchi bo'lyapman? Bugun ham xudo xolasa Qudratulloh bilan kelishib qo'ydik. Bilasizlar, har doim birga ishlayapmiz. Bugun ham do'stlar narxlarni o'ta skidga qilib boramiz deyapmiz, chunki yangi yil yaqinlashyapti. Bir obunachilarimiz xursand bo'lsin degan maqsadda xudo xolasa narxlarni hamma maza qiladigan, olib maza qilib boradigan narxlarda qilib beramiz. Do'stlar, xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Arzon narxda spannigarni turib olmoqchi bo'lganlarga shunday videoni tashlab qo'ysanglar bo'ldi. Xudo xolasa biz bugun video obzorimizni boshladik. Video rolikni boshladik. Qudratulloh, bitta ish qilaylik uka. Dastlabki xizmatlari qanday bo'ladi bu safargi video roligimizda? Bu safargi video roligimizda har doimgidek 12 ta viloyatga dastlabki bor. Toshkentgacha olib borib ustanovka qilib bera olamiz. Kelishilgan holda aytilgan mebelga narx qo'shiladi, olib borib o'rnatib beramiz. Vohaga o'rnatgani bora olmaymiz, sababi bittaga bir komplektsda bitta usta borib o'rnatguncha juda vaqt ko'p ketib qoladi. Shuni hisobiga bu yoqqa upa-qo'pga holatda teshib chizib tayyor qilib beramiz. Ustanovka ham topishga harakat qilamiz, chunki hali ustalar yig'yapti, tushunmaganini so'rayapti, aytsalar nomerini olim, nomer ham ancha-muncha bor. Vohada, Buxoro, G'ijduvonda bor, Qashqadaryoda bor yig'adigan ustalarimiz. 12 ta viloyatga dastlabki bor, xudo xolasa kelishilgan holatda. Xo'p, ishimizni tanishtirishni boshladik. Bundan boshlayverdik bo'lmasa? Xo'p, bu ishimizni aka 5 million 200 ming so'mdan qo'yamiz. Xudo xolasa narxlar. Mana shu komplektimiz. Mana shu komplekt. Matrasi ham ortopedik 3 yil kafolatli aka. Xudo xolasa behijolat matraslari. Ikki mana podsvetkalari bor. Ko'pchilik qo'yapti 4 million 850 ishladi ko'rsangiz, full ham masalan 100 ming deymiz, 100 dollar deymiz. Hajmi bir xil, prosa haligi hurmati baland. Bu ham xuddi shunaqa narsa, xudo xolasa maza qilib ishlatadigan ishlarga 5 million 200 ming so'mdan 3 xil rasvetga ish ko'rsatamiz. Uchovi ham 5 million 200 ming so'm. Bu ko'rsatgan 3 xil rasvetkamiz ichiga dastlabki kiradi, lekin ustanovka kirmaydi. Qayerga olsa mebel ustanovkasiga pul qo'shiladi. Oborib o'rnatib beramiz. Mana shu 3 komplekt model ko'rsatganimizdan keyin qolganlari dastlabki ustanovkasi ichida. Hozir bu tomonda ham boshqalari bor. Bu tomonda ham 2 xil rasvetkasi bor aka. Oqidan boshladik, ko'ngildan oqi yaxshi. Xo'p, shkafini ichi bu muskoy tomoni. Ko'ngli pok, qalbi pok insonlarga oqidan boshlaymiz. Ha, xudo xolasa. Oshom-oshonlari 5 tadan, chakalari 30% per kromka, 70% turецкий kromka bosilgan. Lekin zavodskoy stanoy emas, borini aytib sotamiz. Lekin bu ham xudo xolasa xizmat qilaveradi, shu vaqtgacha qilib kelyapti bu modelimizdan. O'rtalari polkaga, korpuslar 80 dan ishlangan, 3 ta korpus bor, jami 2 quruq bo'ladi. Bu tomoni jenskiy tomon aka. Gap yo'q. Tepalariga ham qosh qilib aka, korona qilib, skronni qilib o'ta go'zal holatda ishlangan aka. Xo'p, tirmoyga keladigan bo'lsa, ikkoviyani tahlaydigan aka. Oshom-oshada ham aka, hali vakuum deymiz, vakuumda har xil bor. O'rtacha xudo xolasa yaxshidan qo'yilgan. Xo'p, bunimiz ishlarimiz mana fasad qismlari ponni kromka, mana ko'rishingiz mumkin aka. Lekin 3 ta g'aladon, mana shu gullarigacha bir-biriga moslaganmiz aka, laminat kesishda yo'llarigacha. Tortman ichlari ham chuqur 10 sm ishlangan aka, mana ko'rishingiz mumkin, 10 chuqur ishlangan. Xudo xolasa olib maza qilib ishlatadigan ish. Xo'p. Tirmosini razmerini aytadigan bo'lsa, eni brukra, bo'y buru 75 aka. Spanning razmeri 270 tumbadan tumbagacha, uzunligi va kallaning oxiridan oyoq tomonni boshigacha 225. Mana tadi sondoqlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Yarim sondig'i bor. Ha, yarim sondig'i bor. Mexanizm qo'yib beringlar desa, mana qo'ndi ochiladigan mexanizm qo'yib beramiz. 400 ming so'm qo'shiladi.
Tummani ham ichlarini ko'rishingiz mumkin. Chuqur, eni ham 35 sm ishlangan. Podsvetkalari o'zidan yonib o'chadi. Bosh tomonlari ham mana mягкий, mo'shi material qilingan. 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'mga Namanganga olsa 400 ming so'm, 300 ming so'm joyiga bog'liq. Namanganni popi 130 km, sentri 75 km. Hamma joy har xil. O'rtacha narx-navkani ham iloji boricha arzonroq qilib, o'zimiz olib borib uyning ichiga olib borib o'rnatib beramiz. Shu bizga tushirishib qolgan odam bo'lsa bo'ldi. Agar yo'q bo'lsa uni ham amallaymiz. Hozir bu tomonda rasvetkalari bor. Xo'p, yana bu tomonda ikki xil rasvetkasi bor aka. Ko'rishingiz mumkin, bu cappuccino model. Cappuccino rangi bu. Ha, cappuccino rang. Cappuccinoga maloshli qilib ishlangan. Korpus ichki qismlari maloshli, usti cappuccino. Xo'p, bu ham xuddi shunday ko'rsatganimizda hamma yo'q bir xil aka. Razmeri ham. Xo'p, aytilgan razmeri ham, prosta rangida farqi bor. Bemalol ishlarni bir qator aylantirib olaverasiz. Yozilgan. Shu bilan bir xil, xudo Ha, xohlasa. narxi ham 5 million 200 ming so'm. Hamma yo'q. Xohlovchilar bu rangidan, to'qroq rangini sevuvchilarga buni tavsiya qilaveramiz. 5 million 200 ming so'mdan xudo xohlasa bitta bu rangi, bu rangi boshida ko'rsatgan oq rangini bemalol sizga telefon qilib, xudo xohlasa xarid qilsa bo'ladi. Endi hozirgi kunda mana yangiligi katta aksiya dedik. 5 million 200 ming so'mdan xudo xohlasa bunaqa narxda Temboli sezonda qo'yilmagan. 5 million 200 ming so'mdan mana shu narxda xaridsanglar bo'ladi. Cappuccinosini ham ko'rsatib bersak, juda ham chiroyli chiqqan. Cappuccinosi ham gap so'z bo'lishi mumkin emas, zo'r chiqqan ekan. Xo'p, Qudratullo, yana ishlarimiz bor, xudo xolasa. Keyingi modellarimizga ham xudo xolasa mana yetib keldik. Xo'p, lokasiyani tushuntirmayapmiz aka, lokasiyani tushirib ketamiz. Andijon mebel markazi A Bloy 64-do'kon. Ichkirisi A Bloyda. Showroomda xullas. Showroomda, ha. Tashqi ko'rinishini ham bitta ko'rsatib beramiz. Do'stlar, xohlasanglar bu tomondan kelsanglar bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu tomondan kelsanglar, mana shu brend ostida mana shu joyda showroom. Xohlagan payt kelsa, shu yerda har doim tayyor ishlar bo'ladi. Ha, shu ko'rsatilgan mana shu yerda ishlar bor. Har doim 5 million 200 ming so'mligi ana emas, chunki u haligi sotib bergan olamiz yoki-da qo'limizda qilayotgan bo'lsak bo'lmay qolishi mumkin. Lekin bularda oshinib, mana shu yerga ochiq o'rnatganimiz mana shu yerda turadi bular aka, xudo. Gap yo'q. Boshlaydigan bo'lsa. Xo'p, eng trenddagi model aka, 6,5 million sotilgan, 6 million 200 ham sotilgan, undan ham arzon qilib beramiz. Xo'p, shkafning razmerini aytadigan bo'lsak, bu yog'i 210 boy 215 aka. Bu tomoni jenskiy tomon aka. Ro'mol gaddeni. Xo'p, custom gaddeni. Mashinlarga e'tibor berish beradi aka. Temir qo'yilgan, plastmassa narsa ishlatilmagan. Temir qo'yilgan. Ha, endi biz ham HDF aka oddiy, hali stepilgan deb emas, tizilmaydi ham. Gap yo'q. O'rtalari polk ishlangan aka. 3 dana polka turibdi o'rtalarida. Mana har doimgidek nomerimiz yozilgan. Bu tomoni musko aka. Erkaklar tomon. Menga shimlarimda qayrib tashlab qo'ysa tepaga kassimlar chiroyli turaveradi aka. Aynalari ham rombi bo'lgan, farsi to'lib chizilgan, oddiy ayna emas. Ha, ko'rinyapti, xudo xolasa chiroyli qilib ishlangan. Materiallarni ham aka, xudo xolasa rossiyskiy toza laminat ishlatilgan. Mana kalit mana. Shilinmaydi. Chizilmaydi, qaralmaydi aka mana. Xo'p, tummadan tummagacha 270, uzunligi 225 aka. Matrasi mana sertifikat qog'oz turibdi, 3 yillik ortopedskiy matras. Biz ham olamiz. 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiya beradi, ha. Gap yo'q. Mana taylari sondiq aka. Mana aka. Yarim sondig'i bor. Ha, yarim sondig'i bor, mana shu laminat qilingan. Matrasni ham ko'rdingiz aka, ko'targanimdan ancha o'rtasi tashlab yormaydi. Xo'p, tummalariga ham aka mana ichlari 35, bu yoq 40 chuqur ishlangan. Ruchkalarni ham ko'rishingiz mumkin, o'ziga moslab juda ham chiroyli ruchka qo'yganmiz aka. Gap so'z. Xatolar 3 qator yopishgan. Artib tozalab maza qilib ishlataveradigan ish aka. Xo'p, gap yo'q. Xo'p, bu tummalari ham tashqari podsvetkalari bor. Bosh tomonlari material qilib, xudo xolasa chiroyli qilib, high-tech fason qilib ishlangan. Bu asosan high-tech fason ishimiz aka bu ish. Termoylari mana ikki yoni polka. Ko'rishingiz mumkin, polkalari ham qo'yilgan aka. Lekin ichlari ham chuqur qilib, xudo xolasa yaxshi narsalar ishlatilgan. Bu ishimizning narxi aka 6 million so'm qilib beramiz. 6 million so'm. Ha. Shkafi, spanesi, ikkita tumba termos kiradi. Har doimgidek bonusiga aka oyoq kiyim qo'yadigan podstavkasi ham bor. Ha, patinka qo'yadigan podstavka bonusi qo'shib. Ichiga bonusiga 6 million ichiga qo'shib beramiz aka. Ichlari polkali. Lekin agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, oldingi video obzorlarimizda mana bozordan qo'yganimizda narxni baland qo'yilgan. Ha, hozir
Hozir narxlar ancha arzon, xudo xohlasa. Sababi sexda o'zidan chiqadi aka. Sexda o'zidan prямо uyga boradi, hali olib maza qilib ishlatadigan ish aka. Kim men olaman o'rtacha mebel degan bo'lsa, men mana shu mebelni tavsiya qilaman. Qilaverasiz. Ha, shu variantni masalan qo'yib tavsiya qilaman. Chunki puliga nisbatan ham zo'r, sifati ham zo'r, fasoni ham haligi o'lmaydi, rangi ham o'lmaydi. Fasad kirashini anaqa rossiyskiy laminat krem rangligi uchun uyda ham chiroyli turadi aka. Ya'ni qolgan hammasini ham tavsiya qilaman. Ha, chiroyli turadi. Sana 6-7 million puli bor odam o'ylamay olsa bo'laveradi. 8 millionlik xizmatini qilaveradi. Gap yo'q. Keyingisi qaysi? Xo'p, keyingisi aka Panda model. Aha. Trend bo'lgan 8,5 million so'mdan sotilgan. Skidga qilib beramiz har doimgidek. Ko'rishingiz mumkin aka, ichlari material qilib ishlangan. Gap yo'q. Mana yopsiz ham o'zi vakuumli tortib oladi. Bu materiali germanskiy material aka. Rossiyskiy ham emas. Bu ruchkalari ham keyin temir ruchka, oddiy plastmassa emas mana. Temir ruchka. Ha. Hali qaralmaydi, chizilmaydi. Fonli vakuum ishlangan, ichlarigacha material. Fonli stollari ham o'zgacha qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkinmi? Ya'ni ham material, hayotda esa ham dofa bo'lsa ishlataveradi. Podsvetkalar yonib o'chadi, aynada orqasi chizilgan, chekalariga nikel kiydirilgan, ya'ni yiltillab chiroyli turadi. Artib ishlataveradigan ish ekan. Chekalar nikellarigacha bor. Gap yo'q. Mana. Bu ham hali o'zidan o'chib yonadi, vakuumlik qilib ishlatilgan. Buni razmeri nachesidan chiqib qolibdi, razmeri 1.30, bo'yi 1.75 ekan. Xo'p, bosh tomonlari mana panda qilib o'sha Trend'dagi pandadan qilingan. Matraslari ortopedik 3 yil kafolatli. Pashti hammasini materiali bir xil. 5 million 200 minglik ekan, bularga nisbatan farq qiladi. Buni sofalari ham bor aka qo'shimcha. Qo'shimcha sofa sondalari bor. Ustiga chiqsam taylarigacha laminat qilib ishlatilgan, xudo xolasa ancha baquvvat. Shkafning razmeri eni 2.40, bo'yi 2.10 aka. Xo'p. Bu tomonda Jenskiy tomon. Ruchkalari ham temir original 70 cm ruchka qo'yilgan. Kattasidan qo'yilgan. Ochib turadi. Seflari bor. Ko'rishingiz mumkin aka. Seyflarigacha bor ichida. Gap yo'q. Eng kerakli narsa u ham. Mana shkafi ham 3 ga ajraydi. Ma'dan bitta ajraydi. Ma'dan bitta ajraydi. Hozir misol uyga olib kirishda qiyinchilik tug'diradi. Ha, shunday yoki zivab kirib ketaveradi. Bemalol 3 ga bo'lsa bo'ladi. Mana steyashka bolti bor ekan, buni ham ko'rsatib beraylik. Steyashka boltini bitta bo'shatadi. Libo erkak kishi biladi uni. Olib kirib qo'yib olaveradi. Keyin shimiladiganlari ham bor, asosiy kerak narsa. Mana buniki tortmali qilib qilingan. Masalan, hamma mebelda ishlatiladigan materiali bir xil aka. Matrasda katta farq qilmaydi. Asosan furniturasi bilan ichidagi rasotida farq qiladi. Hali videoda ko'rib turib usti bir xil bo'lsa deyishmasa, chunki ko'pchilik ustini oladi-da, narxini arzon qilib, hali arzon ham qo'ymaydi, eng arzonchisi bizmiz. Prosta hali ustini yiltillatib olishadi, ichlarini nabzor qilmaydi. Bizga zakaz berishsa keyin blogerlar ama ichidagi narsalarni oldirib yuboradi. Ularga sal arzonlaydi. Shu tomonlama yutishadi. Lekin ko'rinish bir xil bo'lgan bilan ichida farq qiladi. Ichidagi ishlatilgan xom ashyolarda farq bo'ladi baribir. Ana bo'ladi aka. Hozir hamma foyda qilsa ish qiladi, gap ochib. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham taylarda sondolari bor. Baquvvat bo'lish uchun yonboshlargacha qattirilgan reykalar. Gap yo'q lekin. Xudo xolasa Qudratullo ishlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Buni necha pulga beramiz endi? Xo'p, aka buni 8 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki uстановkasi ichida voha Toshkentga 8,5 million so'mga uyga yetib boradi, upokopga holatda boradi. Hech kim aytmaydi buni qilib. Narxi mancha bilan yetib boradi. Bu ham 6,5 millionga vohaga Toshkentga upokopga holatda yetib boradi. Toshkentga olib borib yig'ib berish kerak bo'lsa 6 million 800 ming so'mga uyga o'rnaydi. Gap yo'q. Xo'p, endi eng go'zal variantimiz mana seriya yangi chiqqan material aka. Eng oxirgi chiqqan materiallardan ko'rishingiz mumkin. Hamma seriya modulyat, maoshligi seriya. Ha. Xo'p, ruchkalari temir, fatonlari ham rombida kestirilgan aka, o'zgacha qilib ishlangan. Bu tomoni Jenskiy tomon aka, oshom-oshomlari 5 tadan bemalol uzun narsalarni ilib, ichi ham uzun. Hali noshkasi katta-patta qilinmagan. O'rtalari polka ishlangan, polkasining ichi ham 50 cm tali. Ko'pchilik kalta qilib beradi, biz kalta qilmay chuqur ishlaganmiz uni ham aka. Shandirda ham mana aytganimdek haligi eng yaxshisidan qo'yilgan. Zo'ridan, originalidan. Ha, bir qator ko'rsatib beramiz. Orqasida stoplari ham bor. Mana bolt vaqtiga kelib o'sa stop ushlab qoladi. Stop ushlab qoladi, gap yo'q. Xo'p, bu tomon Muskoy tomonidan ham ko'rsatib beramiz mana aka. Muskoy tomoni. Bu tomoniga bonusiga bundan oldingi videoda avzor ko'rsatilgan shimiladiganni bunga qo'yiladi, prosta shogirdlar qo'yishmadi.
Chimiladigan qo'yiladi hali Lekin 5 ko'p ta. qo'yiladi. Ha, lekin uyga borganda o'zi avtomatik qo'yilib qolgan u. Qo'yilib qo'ygan bo'ladi. Xo'p, tumbalarida ham aka polkalari bor, ichlari chuqur haligi. Menga oshiqcha majmua kerak emas. Skronni bo'lsa, hali maza qilib ishlatay deganlarga mana 3 xil rasvetiri yonadi. Soat o'zidan mana o'zgarib bemalol foydalansa bo'laveradi. Bosh tomonlari mo'shi, chiroyli qilib ishlangan aka. Lekin Qudratullo mana shu svetilniklari bor-ku, kechqurunda yondirib qo'yadigan bo'lsa, dahshat ochib qo'yadigan. Maza qiladi aka. Atmosfera umuman bo'lakcha bo'lib ketadi ekan. Ha aka. Shkafning razmeri 2 bo'yi 2.10, spaningniki tumbadan tumbagacha 270, uzunligi 225. Aytganimda hali maza qilib menga oshcha majmua kerak emas degan odamlarga mana bunaqa sandallari ham bor. Ha, bu endi to'liq mexanizmli. Ha, bu mexanizmli. To'liq ochiladi, gap yo'q. Taylarga ham 4 ga bo'lingan, bahorga, qishki, kuzgi, bahorga qilib qo'ysa bo'laveradi. Ha, to'rtga Maza qilib bo'lib, ishlatib to'rtta oladi, faslga ha. bo'lib qo'ysa bo'laveradi. Mexanizmlari ham aka keyin oddiy Xitoydagi emas, SKF qo'yilgan. Telefonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Telefonlarda ham polkalari bor. Polkasini qo'yib beramiz aka. Polka bo'ladi albatta. Ana qo'yib beramiz. Gap yo'q. Mana xaladonlari ham 10 sm chuqur qilib ishlatilgan. Ichlari ancha keng. Ha, tezroq videoda yangilik qilaylik deb shashligimizga bolalar qo'yishmabdi aka, hayolda yo'q. Xo'p, bu modelimizning narxi aka 9 million so'm sotilgan. 8,5 million so'mdan oddiy bo'lib dastlabki uстановkasi ichida. Aytganimdek mebelni ko'rinishiga emas, ichida furniturasida farqi bor. Hammasi pulga nisbatan arzon, chiroyli qilib ishlangan aka. Gap yo'q. Behijolat xudo xolisi uyga boraman, yondirib chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Xo'p, trenddagi model aka, ko'ynoqlarga bu ham. Ko'ynoq, qalboq. Ha. Jo'yani aka, aka opa-singillarimizga. ha, chuqur qilib 35 sm ishlatilgan. Buni taylari paypali aka. Ha. Mana. Taylari oddiy oyoq qilinmagan, paypali qilib ishlangan. Ko'rishingiz Qo'shimcha noshga mumkin. qo'yilgan. Ha, shuncha mana noshga qo'yilganda, ruchkalari ham temir aka. Bizda plastmassa ruchka qo'yilmaydi. Ichlari ham har doimgidek chuqur. Mana addeni parfumeriyaga masalan Oynalari bor. atrofga bunday qo'yib qo'ysa, chiroyli turaveradigan joy. Gap yo'q. Chekasi limon rangli svetlari ham bor aka. Shu hozir iPhone reklamasiga ketib qoldi, endi hatto'mizlar. Ha, yo'q. Bu svetlari masalan xohlagan joyga yaqib ishlatsa bo'laveradi aka. Kerak bo'ladi. 100 billik Type-C HRS 100 billlari bor, o'zi ham 3 xil yonadi aka. Gap yo'q. Hozir bemalol telefon zaryadka qilsa ham bo'laveradi. Ha, zaryadka qilsa ham bo'laveradi. Bundan ham foydalanaveradi. Hop, buni ham ishlataveradi. Bu narsa haligi yangi yosh kelinkiyolar bir-biriga romantika qilgani zo'r ekan, xohlagan tomoniga qaratib foydalanib. Ha, aka, mana bosh tomonlari ham chachali 3D material qilingan. Hali trenddagi qimmat materialdan qo'yilgan. Ha, aka. Orasiga faton solinmagan buniki, skroniro ishlangan bosh tomoni. Gap yo'q. Xo'p, matraslar ortopedika 3 yil kafolatli. Buni ham tagida yarim sondig'i bor, 55 ga 170 lik. Ko'rsatilgandaqa shkafning ichlarini ko'rsatib qo'yamiz bir qator. Bu tomoni Jeniski. O'rta polka 50 sm ishlangan aka, polkasining ichi ham. Gap yo'q. Xohlasa borganda metr solib ham o'chga olaveradi. Vizip aka. Gap yo'q. Bu tomoni muskoy tomoni shimga, ili tepasida kastimli. Keyin eng katta bonusi qo'shimcha sofa qilingan. Mana usti mana yirtib deb ko'rsatib ham qo'yaveramiz. Mana chachali hali qalboqlarga. Bo'ldi gap O yo'q. boshlamani ham ponni yashiga strish tortib qo'yganmiz, kira olmasin deb. Strishda boradi uyga. Gap yo'q. Aka, tagigacha rossiyskiy laminat mana. Men ham 50 kilodan oshaman, indamay Qalboq odamlarda ko'rinishga chon kirolmaydi-yu. Bu material mabodo kirib qolsa, mo'shi material shunda yuvib qo'ysa ham oppoq bo'ladi. Xuddi tashlab aka, mana taglari ham nijevika oyoq qo'yilgan, oddiy plastmassa emas. Hatto ularni uyda o'zlari salafanlarini ochishadi. Nech pul endi bu? Bu modelda aka 7,5 million qilib bersam, xursandmisiz aka? Endi bundayda sizdan bitta narsani iltimos qilib qolaman. Siz ham kavop ham kuymasin, uka. Xalq ham maza qilsin, siz ham foyda topib maza qilib soting. 7 milliondan qo'ydim aka. Bo'ldi gap yo'q. Baraka ketdi do'stlar, mana qo'l 7 million so'mdan oq mana. 7 milliondan tanlab olaveradi. Любой расцветкasi bor. Ha, bozorga kelsa ham любой mahal ko'rsata olamiz, lekin kelishini tavsiya qilamiz-ku, hozir kerak emas. Chunki uje sovuq bo'lib kelib ketgan vaqt ketadi oshiqcha. Undan aytsa, ko'rgan ishlari o'zlariga borib o'nday. Oshiqcha rasxod qilmasdan sizga telefon qilsa aytgan narsasini jo'natib Ha, qo'ying. 7 million so'm beradi. Mana oldindan 500 ming so'm zakalat beradi. Qolganini uyga borib o'rnatib bergandan keyin bemalol beraveradi. Gap yo'q. Xo'p, Qudratullo menimcha hamma ishlarimizni ko'rsatib o'tdik-ku. Bo'ldi. Sizga Sog' bo'ling. Görüşünce dostlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.